Gollivud darajasi qanaqa bo'ladi ko'rasizlarmi? Marhamat. Короче, Manish Yaranch universiteti yonida 5 qavatli dom, birinchi qavatda 77 metr kvadrat 3 xonali. Narxini aytaman. Bir like bosib, bizlar obuna bo'lishingiz kerak uchun. Narxi 63 ming dollar. Video davomida albatta yozib keting, narxini dasturingmi, arziydimi, arzimaydimi. Yetkazsa, endi bir qatorsa men prosmotr qilib beraman. Uyga girasiz qo'ying. O'ng qo'lda zakonniy deb prixuji bergan, chap qo'lda esa dekorativniy Leonardo da Vinci'ni qaysidir bir qarindoshi chizgan rasm. E'tibor eting, ko'p yerlari darakchidirgan, dekorniy baku. Oyoq tiklari g'olashni oyoq bosasiz-ku, his qilasiz, haqiqiy g'olib oyoq bosib turganingizni. Hamma eshiklar bo'yalgan. Tozadan qo'yilgan deb bilmayman, o'zi shu eshik bor deb edi. Eshikni bo'yaganlar mo'shniyat. O'ngdan bo'laversin deb, o'ngdan boshlaymiz. Lekin kuxni atido yıkıp salıngan. What? Kuxnilar tozadan hammasi siz yangidan ishlangan. Xodimga qarang, doji ochilmagan. Sizni kelib ochadi deb qo'yibdi. Lyustralar qo'yilgan. Uy zamonaviy kotel bilan jihozlangan. Kotel ham toza menimcha, yangidan qo'yilgan. Ne deysiz? Narxini dastoyim albatta kommentariyada fikringizni yozib ketishni unutmang. Bu yerda esa birinchi xona, zol, kattagina lyustrani g'alatisından qo'yilgan. Chotki turibdi, ne deysiz? Lustra yarashganmi? Xonaning foni o'zina mos va xos. Bu yerda televizorni zona deyasim keladi, ammo lekin biroq rozetkasi qani, antenna joyi qani, pardalar ham qo'ngan. Aytgancha, parda xizmati kerak bo'lsa, men sizga hamoqidek nozik pardalar va albatta nozik diyet egalari uchun tavsiya qilaman. O'zingizga xos, hamyoningizga mos hamma narsani topasiz o'rdan parda temasindagi. Qarang, sanuzul alohida, hojatxona alohida. Hojatxona dopatolog yopishtirib tashlaganlar yopishtirib tozadan uni tozalab qo'yilgan. Bu yerda esa sanuzul alohida. Voy, jo'mbarakga qarab, poldan patologgacha kafel, jo'mbarakni yomoni qo'yilgan. Umuman ekan boykan bu yerda alohida. Bu yerda esa kichkina spalni. Bu ham ponni bir devor televizorni zona etib dekor urilgan. Ну, нормально. Ishi spalniya boku, ish svet zo'r tushadi. Shuni yana bitta ochiqroq bo'lsa, dizaynerlar aytadi, miyani yaxshi dam oldiradi shu svet, uxlashga yordam beradi deydi. Biz top bizani uxlatib qo'yganlar kamning. Endi uchinchi xona. Bu ham kattagina zol. Endi qovurg'alar ko'pligini qarang. 20 dan qovurg'a bo'g'ish tushadi shulicha. Bu ham parda, короче, uy yangidan atido remont qilingan. Ne deysiz? Narxini dastoyim. Albatta bu joyni tanish bilishlar отправить etib qo'yish yerdan chiqmasin. Muborak bo'lsin. Like bosing, aytgancha like bosish besplatniy. Mut. Like bosganingiz uchun bizlar Instagram pul to'lamaydi.